Assalomu alaykum. Obunachilar, yaxshimisizlar, oltiariqliklar. Mana Otabek akam, Farhod akam urug'chiligiga kelganmiz. Bilasizlar, manzilda o'rgatish kerak yo'q bularga. Qoqir, jo'rak, eskarab, senter, uzumchi hamma taniydi bu urug'chilik do'konida. Sifatli urug' mahsulotlarimiz kelibdi. Mana shularni tanishtirib o'tamiz. Nomlarini aytib bir tanishtirib oling aka. Qanaqasi Teplisaga yerdiki, Teplisaga endi hozir. Teplisaga ham hamma joyga bor, Teplisaga ham, ochiqqa ham bor, planetaga ham yuksaling bo'laveradi. Hamma joyga yuksaling bo'laveradi. Qanaqalarni tavsiya qilyapsiz endi? Hozir trendda qaysi biri? Trendda ham yevro. Yevro. Qaysi biri endi buni ko'rsatingchi? Mana trendda yevro bo'ladi, qaysi bo'ladi? Bu qachon ekiladi, qachon uziladi? Mana shu Milan trendda. Qaranglar, Prado, Enzo, Nova, Rembo. Bari assortiment bor ekan-da. Hammasi bor. Mana kilogrammamiz. Sifati, garantiya. Hamma narsa bor. Qara, keyin mana Suprinani necha xili kerak? Mana Suprinani har xili bor. Mana Suprin oldin bankada chiqardi, o'sha bankani pachkaligi. Keyin mana 2,5 mingtalik mana Suprina bor. Keyin mana eski Suprina bor. Eronniki. Eronning Suprinasi mana 3,5 mingta. Ichidan qizil urug' chiqadi. Bu adashmayman qizil urug' chiqadi. Haqiqiy Suprina. Mana rasm. Qayerdan ajratishib oladi buni endi? O'zimiz bilan. Urug'i qizil bo'ladi. Urug' qizil bo'ladi. Urug'i qizil bo'ladi, donasi 3,5 mingta, 3600 ta chiqadi. Boshqa Suprinalar unaqa chiqmaydi. Adashtirib olmaylar, mana bag'da ham bor ekan. Keyin urug'i ham to'liqcha, buni Teplisaga eksa ham bo'laveradi. Lekin garantiyali haqiqiy Suprina, o 10 yil oldingi Suprina. Qancha kunda pishadi? Misol, mana shuni eksa yerni ichiga olib kirib ekdi, ko'chatga. O isigan paytda bor, 25 kunda pishadi. 25 kunda. 25 kunda pishadi. Narxlarni bir chiroyli aytib beringchi, men boshqa do'konlarga kirganda bunda bilishadi. Yo'q, narxini kelganda o'zi hamma joy surishtirib. Bitta eng arzon narxdashinisini aytingchi. Qara, eng atrofda hamma joyda bilib kelishaveradi, o'shalardan 10 ming 20 ming so'm arzon. Sen nominasiya yana 10 ming so'm arzon. Bo'ldi mana. 20 ming so'm arzon bo'lyapti. Salim, hali pachkali Salimni bankaligi bor. 5,5 ming dona chiqadi bu. 5,5 ming dona. Haqiqiy o'sha Koreyani haqiqiy sani eski evlina bo'lardi. O'sha evlina chiqadi ochiq maydonlarga. Hali chiroyli bodringdan ekan-da. Uzun bo'ladi, mazasi ham shirin bo'ladi. Bu haqiqiy mana originali. Originali. Adashtirib qo'yimmi? Adashtirib qo'ydim. Mana shu mana Otabek akam, Farhod akamda bor. Kelovrami. Bularga giyohlari ham bor endi, dorivor-porvorlar hamma bor. Dorivor ham bor, hamma narsa bor. Manzilda o'rgatish kerak yo'q. Kelovram dehqon bozorining ichida. Otabek, Farhodjon urug' purishlar. Kelovram. Adaxamjon yonida. Adaxamjon ham o'zgarishlar. Mahli oxir yo'q purish yonida mana. Adaxamjonni mana joylar keltirib tashadi.